va barakatuh. Bugün 20 may 2025-yil. Saudiya vaqti bilan 11:30 kechasi. Maşallah, tabaraka rahman. Mana haj mavsumi boshlandi. O'zbekistonlik hoji otalarimiz bismillah deb kirib kelishdi. Bizlar hozir Madina Pulmaq Zamzamdamiz. Mana o'zbekistonlik hoji otalar keldi. Haj mavsumi. Ana Qo'qon, Samarqand, Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, maşallah, tabaraka rahman, Buxoro, hamma Tojikiston, hamma barcha musulmonlarimiz shu yerda. Haj mavsumi boshlanganiga maşallah bir hafta bo'ldi inshaalloh. Alloh taolo inshaalloh barchalar iymonni sog' salomat qilsin. O'zga yurtda yurganlarga ham inshaalloh kelish nasib qilsin inshaalloh ya robbil alamin. Hoji aka, usta Komil aka, mana hoji akalardan O'zbekistondan taqva kalbasalaridan berib yuboribsiz. Mana 20 may 25-yil taqvolik kalbasalaringizni qabul qilib oldim. Maşallah, bu safarga endi 10-marta qalbasangizni qabul qilyapman. Ishingizga Alloh omadini bersin, topganingizga baraka bersin, hamisha haloli bo'lsin, rizqidan bo'lsin, saizli bo'lsin. Barcha mana bu yerga kelgan hoji onamiz, hoji otalarimizni, umrachilarimizni Alloh taolo ibodatlarini qabul qilsin. Shu kabi ishlarda ham sizlarni oila a'zolaringizga ustaka hajga hoji ota bo'lish nasib qilsin inshaalloh. Mana omonatingizni oldim hammaga. Chetga chiqib kelayotgan taqvo kalbasa, usta Komil akaning taqvo kalbasalarini tavsiya qilaman. Chisti halol mahsulot, go'sht, sof go'shtdan bo'lgan zanjabil, kashnik, har xil toza halol pripravalar qo'shilgan, ta'miga gap yo'q. Tezroq endi yo'ldan kelgan xaridinlikka chiqish kerak. Salqingina bo'lish uchun ishlaringizga omad bo'lsin. Alloh barakatlaringizni bersin. Hoji onajonlar, sog' salomat keldilaringizmi? Yaxshi keldilaringizmi? Qaysi shahardan keldingiz? Andijonliklar mana hammasi ibodat qilib Ravzadan chiqib kelyapti. 25-yil 20 may. Mana omonatingiz, taqvo kalbasangiz. Mana hoji onachalarimiz, omodatlari qabul bo'lsin. Sizni ham oila a'zolaringizga inshaalloh nasib qilsin. Otangizga Alloh taolo shifo bersin. Hoji onalar, hoji otalar, bitta qivoring O'zbekistondan olib olyaptirdim. Bunday qivoringizlar iltimos. Assalomu alaykum devoringizda mana O'zbekistonga hoj mavsumiga kelganlar mana. Bitta siz ham mana qilib qo'ying iltimos. Mayli. Alloh taolo ibodatlaringizni qabul qilsin. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Mana. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.